Bizni navbatdagi o'quvchimiz Bekzod aka. Bekzod aka, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bering. Ismim Bekzod, Toshkent shahrida turaman. 2 nafar farzandni otasiman. O'zim ishlayman. Ish joyim bor. Shu asosiy qisqacha ma'lumot shu. Ha, tushunarli. Aka, mana shu kripto tradingga qanchadan beri qiziqasiz? Kripto tradingga men qanday desam, chuqur qiziqib nima qilmagan, shu karantin paytida shu telefon o'ynab yotib, ko'rib, shunda ko'rib qolganman. Shunda bir qiziqish uyg'onuvdi. Undan keyin vaqtli o'tib yana bir esdan chiqib ketdi. Mana mana shu ko'p emas, 1 yil ichida shu narsa o'zi ommaga chiqib, kimni qarasangiz shu hammani tilida kripto, birjalar. Shularni eshitgandan keyin yana qiziqish uyg'ondi. Shunday qilib shu kriptoni haqida eshitganman. Birinchi shu YouTube'da ko'rganman. Kun davomida o'zi shu narsaga quloqimiz ham chalg'iyapti, ko'ryapmiz ham. Shundan keyin yana qiziqish ortdi. Demak, oldin eshitgan bo'lsangiz, o'shanda Bitcoin birinchi kriptolar haqida eshitganingizda, baribir Bitcoin haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Nech pul narxi o'shanda? Shunda 19 mingmidi? 19 ming edi adashmasam. Bitta Bitcoin narxi 19 ming dollar edi. Bitcoin to'shna esimda yo'q, lekin 17 ming, 19 ming Solana'ni esimda bor. 7 dollar edi shunda. 7 dollar. Eshitgan paytimda. 7 dollar. 7 dollar edi. Hozir 300 ga yaqinlashdi. Shunaqa. 100 dan baland lekin narxi. Xo'p. Mana, demak, o'zim qiziqib yurganman dedingiz, YouTube'lardan ko'rib yurganman dedingiz. Demak, o'zingiz savdo qilib ko'rgansiz avval. Ya'ni ta'lim olishdan oldin, adashmasam, birinchi ta'limda biz berdik sizga kriptovalyuta bo'yicha. To'g'ri. Undan oldin demak savdo qilib ko'rgansiz. Qanaqa bo'lgan natijasi? Savdo qilib ko'rganman. Endi ko'p narsani men faqatgina YouTube'dan ko'rib, har xil ma'lumotlarni ko'rib, juda ko'p ko'rganman ma'lumotlar. Shunaqa xulosa chiqardimki, YouTube'da to'g'ri kriptovalyuta bo'yicha ma'lumotlar ko'p, har birini ko'raverasiz, lekin qaysi birini qilishga boshingiz qotib qolar ekan. Menda xuddi shu narsa bo'ldi. Ma'lumot ko'p, juda ko'p narsani ko'rganman, eshitganman, qaysilardir ham tekshirib ko'rganman. Ma'lumotlar ko'pligidan qaysi joydan boshlashga boshim qotib qoldi. Siz aytganday savdolarni ham ochib, endi savdoni qanday ochardik? Biz hozir endi mana siz darsingizdan keyin ko'p narsani bildik. Kerak bo'lsa fundamental tahlildan boshlab texnik analizlargacha, u texnik analizi ichida ko'p narsalar ham bor ekan. Oldin men qanday shu ko'rko'roni birjaga kirib savdo ochib qaraysiz, tushib ketsa, bu juda niyat ekan deb yopib yuborasiz. Bir xilda qarasangiz o'sib ketadi. Bu yana ketadi deysizda, kutaverasiz. U ketishda ozgina ketadi, ketish o'rniga tushib ketadi ham. Qisqasi, ochgan hozir endi bilib aytaman, pozitsiyalar, oldin pozitsiya nimaligini bilmasdik. Ochgan pozitsiyalarimizda daromadga chiqmaganman. Daromadga chiqmagansiz. Nimaga o'sib turganini, nechta turganini bilmagansiz. Shuni qaygacha boradi bilmaganmizda. Qaygacha tushadi. Ko'zga yoqqan foydagacha chiqqan. Shu keyin tangalarni qanday tanlashi, shuni kirib ko'rib, mana tanga bor ekan, u tanga o'zi nima? Yaratuvchisi kim, kerak bo'lsa, u tanga haqida ma'lumotga ega bo'lmaganmiz. Shu narsalarni bilmasdan ko'rko'rona savdoga kirilavergan. Lekin u savdodan bir daromad ham ko'rilmagan. Shunaqa holatlar bo'lganda. Tushunarli. Eng ko'p qilgan xatolarni qilgan ekansizda. Tushunarli. Mana biz 15 kunlik darslarimiz boshlashdan oldin sizda qanaqadir kutuvlar bo'lgan, to'g'rimi? Mana shu narsani o'rgansam kerak, kunlik foyda ko'rish mumkin, shunga o'xshagan. Shu kutuvlaringiz o'zini oqladimi? Oqladi. Qanaqa ma'noda oqladi? Bundan oldin aytganimdek ma'lumotlarni juda ko'pini ko'rganman, eshitganman, qaysinisidir bilaman. Siz ham shu dars davomida
misol uchun o'sha terminni aytsangiz ham bu narsani aytyapti deb уже fikrni jamlab olish iplar ulandi, fikrni jamlab olish osonroq bo'ldi menga. Lekin uni ishini chuqurroq o'rgatganingizdan keyin demak biz yuzaki ko'rinishiga e'tibor bergan ekanmiz-ku, chuqur bundaq tahlil qilishlariga ahamiyat bermagan ekanmiz-da. Darslaringiz davomida shu narsalarga amin bo'ldimki, shu narsalarni yuzaki ko'rmasdan ichigacha kirib, batafsil o'rganishimiz kerak ekan. Shunaqa holatlar. Shunaqa, tushunarli. Mana siz seminardan qatnashdingiz. Siz aytdingizki, men shu kelajak uchun farzandlarimga bitta kapital qilib qo'ymoqchiman dedingiz. O'sha rejangiz haqida bir qisqacha, siz yoshingizdagi odamlar ham bor-da hozir, misol uchun, bilasizmi, odam nimadan qo'rqadi? Odam bugungi kundan qo'rqmaydi, ertaga kundan qo'rqadi. Ertagalikka siz hozirdan tayyorgarlik ko'ryapsiz. Ikkita farzandim bor deyapsiz. Bittasini shu 18 yoshgacha tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Balki imkonim bo'lsa o'shanda berarman. Bo'lmay qolsa shu narsa deyapsiz. Nima qilyapsiz hozir? Farzandingiz uchun. To'g'ri gapingiz. Endi biz yoshimiz mana oldin bizni yoshligimizda bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Bunday kriptovalyuta degan narsani biz shu talabalik davrimizda ham eshitmaganman. Ishni o'zim eshitmaganman. Balki chet davlatlarda bo'lgandir, biz bilmaganmiz. Mana darslaringizga qatnashib, seminaringizda ham qatnashib, men shu fikrga keldimki, bundan buyog'idagi rejalarim kunlik savdo qila olmas ekanman men. Sababi ish joyim bor, ishimda chalg'iyman. Ishimni qilishim kerak, bunga o'tishim kerak. Shuning uchun kunlik savdo menga sal to'g'ri kelmas ekan. Bitta narsa qilishim mumkin ekan, swing savdo qilishim mumkin. Swing savdoni boya siz o'rgatganda nimaligini tushundim. Oldin bilmasdim swing savdo. Bir kundan oshiq bo'lgan savdo. Bir kundan oshiq bo'lgan savdo. Shu dam olish kunlari bir tahlil qilib turib, bir aytaylik bironta tangani chuqur tahlil qilib turib, hafta davomiga savdo ochib turib, shu narsani qilsam bo'lar ekan. Asosiysi eng katta bundan buyog'iga qiladigan rejam, men DK strategiyasini tanladim. Seminaringizda batafsil yoritib berdingiz. Bu qanaqa desa, ko'pchilikda savol tug'iladi, qanaqa savdo turi ekan deb. Va aytganimdek, 2 farzand otasiman. O'g'lim mana hozir 10 yosh bo'ldi. Xudo xolasa bir 20 yosh bo'lguncha shu kuniga $2 shu sarmoyani ajratib boraveraman. 10 yilmi? 20 yoshigacha u narsa, men o sarmoyani u yerga balki 5 yil qilarman, balki 3 yil. Balki 3 yil. Lekin kiritilgan sarmoyamni 10 yilgacha tegmaslikka qaror qildim. Tegmaslikka. Shuni qaror qildim. Shu yo'nalish, savdo yo'nalishi menga sal yoqib turibdi. Nimaga desangiz, ishingizga ham xalaqit bermas ekan. Bu boyagi $2 hozirgi kunda 25,000 so'm kuniga ekan. Endi 25,000 so'mga hozir bitta obetingizga ham yetmayapti. Bugun misolcha obed qilaman desangiz 25,000 ga qorningiz to'ymaydi. Shu menimcha ko'pchilikda imkoniyat bo'lsa kerak bu narsa, kuniga 25,000 so'mni aytaylik bir hamyonga olib qo'yib, o'sha siz aytganingizdek fundamental tahlilga asoslanib tangalarni aytingiz, qaysi tangalarni, shu tangalarni yana bir ko'rib chiqib, shularga sarmoya kiritib borishni rejalashtirib turibman. Endi bilmadim, balki 2 yil qilaman, balki 3 yil kirgizarman, lekin shu sarmoyani chiqarib olish 10 yilga maqsad qilib qo'ydim. Xudo xolisa o'g'lim 20 yoshga kirganda o'zi katta bo'lganda o'zingiz bilasiz qanaqa nimalar bo'ladi. Shirin tashvish deymiz buni. O'qishga kirishi bor, undan keyin uylanishi bor. Niyat qilib turibman, shunaqa vaziyatga bir qo'l keladimi deb niyat qilib turibman. Imkoningiz bo'lsa o'shanda o'zingiz qilib berasiz. Bo'lmasa mana shu yerda qiladi. Yo'q, balki aytaman, o'g'lim, mana seni kelajagingga men mana shu narsani qilib qo'yuvdim. Shu senga buyog'ini qanday ishlatasan, o'zing bilasan.
man senga qilgan yordam shu bo'ladi. Vavilonlik eng boy odam. Avvalo Xudo. Avvalo Xudo. Avvalo Xudo bu yog'i nasib qilsa iloyim. Endi baribir ota-ona farzandini nimasini o'ylar ekanda. Niyatim shu. Niyati shu. Gap yo'q. Maqsadingizga loyiq erishing. Xursand bo'ldim bunaqa rejalarni ko'rib. Chunki hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerakda bu narsaga. To'g'ri, bu narsa ertaga kelmaydi, indinga kelmaydi, bir oydan keyin ham kelmaydi. Lekin bir kun o'sha kun keladi-da. Haligi qanot qoqaman deganda odam farzand yo o'ylash kerak, yo karyera qilishni o'ylash kerak, ya'ni o'sishda yokida o'sha ota-onani qarashdida ikkalasidan ta'sir qilish kerak. Bu tarafni qilsa nima bo'ladi? Karyerani unutadi, karyerani qilsa uydagilar vaqtinchalik och o'tirishga to'g'ri keladi. Ko'pchilikda bu narsaga g'urur yetmaydi. Shuning uchun ko'pchilik oilaga tanlab oladi. Shunaqa. Gapingizni bo'ldim, uzr. Men bir afsus joyim ham bor. Buni aytib qo'yishim. Shu narsani oldinroq bilmagan ekanman. Oldinroq. Mana o'sha 2022-yili shu karantindan keyin chiqib bo'lsa, shu 22-yilda boshlaganimda boya siz aytgan narsani. Hech bo'lmasa $2 sarmoya kirgizib 2 dollarligida 22-yilda boshlaganimda hozirgacha ancha natija bo'lgan bo'lar ekan. Va aytdim-ku, Savanani ko'rganman $7. $7. Hozir 300 $300. Shu paytda boshlaganimda hozirgacha bir natijasini berar ekan. Beradi. Shu afsusim shunda. Shunda boshladim. Men ko'r-ko'roni bilib bilmasdan u tangani ko'rib, u tangani olib, bu tangani sotib, shunday qilib yuravergan ekanman. Shunaqa. Men o'qish davomida ko'p narsani o'rgatdingiz, fikrimizni bir joyga qo'ydingiz. Qo'pol qilib aytganda ko'zimizni ochdingiz-da. Aka, meni yo'ldan keting. Bu yo'l sizga to'g'ri deb shu narsani o'rgatdingiz. Shu narsaga rozi bo'ldim. Gap yo'q. Xursandman. Har bitta o'quvchiga men o'sha Signal kanali ochiladi ekan. Signal kanal emas, endi haligi tavsiyalar, balki misol uchun qaysi analiz qilganligini shu men ham ko'rib turay, xatolaring bo'lsa aytay deb turib. Mana shu Signal o'sha kanalingizga 10 ta deylik signal tashlasangiz, hozirda 10 tadan nechtasi o'xshayapti? Boyagi siz bizga tahlil qilib turib, o'zingizda kanal yaratib, shunga tashlab borib, keyin 3-4 kun o'tgandan keyin ko'rib, tekshirib, natija berdimi yoki bermadimi? Men shu yaxshi niyat qilib Spotmaster deb turib kanal yaratdim. Shunga hozir tahlillarni tashlab berib turibmiz. To'g'risini aytaman, birinchi kuni qilganlarimiz, misol uchun 10 tadan 9 tadan tahlil qildik. Kanalimizga tashlab kuzatib bordik. Birinchi kungi qilganlarimiz 10 tadan 3 tasi o'xshadi, xolos qolgan 7 tasi o'xshamadi. Keyingi o'qish davomida boshqa nimalarni ham o'rgandik-ku, tahlil qilish usullarini ham. Keyingilarida o'sha natija berishni boshladi. Hozir mana aytaylik, kechagi tahlillarga qaraganimizda o'sha 10 ta tangani tahlil qilganimizdan 6 tasi o'xshab turibdi. 4 tasi o'xshamadi. Bu yerda endi mana bozor общий holatiga Bitcoin ham ta'siri katta-yu. Hozir ko'rib turibsiz, Bitcoin hozirgi kunda tushib turibdi. Shuni ham shu holatni ham nazarga olib, shundan tahlil qildik. Natija yomon emas. Natija yomon emas. Oldin umuman o'xshamasdi. Hozir shu 10 tadan 6 tasi o'xshagani bu katta natija. Katta natija. Agar men 4 tasi o'xshaganda ham xursand bo'lardim. 6 tasi o'sha katta natija bo'lyapti. Katta natija. To'g'ri. Mana misol uchun ko'pchilik aytadi, umuman ko'r-ko'roni ko'rib yurgan odamlar, YouTube'dan ko'rgan odamlar shu Bitcoin tushsa hech kim foyda qila olmaydi, u qila olmaydi, bu qila olmaydi. Bozor tushayotganda bir kunda ichida natija qilib bo'lmaydi, 2 kun ichida natija qilib bo'lmaydi. Bozor tushyapti, qanday qilib foyda qilyapsiz? Mana shu narsaga qanday qarayapsiz endi? U narsaga shu mana siz videolaringizni ko'rib qiziqib, Bitcoin tushib turibdi. Biz ustoz qanday foyda qilyapti ekan deb turib xayol bo'ldi-da. Keyin o'zingiz mana tangani tanlashda birinchi navbatda, ikkinchi navbatda Bitcoin holatini qarab turish kerak. Bitta grafikda shuni o'rgatdingiz. Undan keyin
ko'proq siz kunlik savdo 15 minutlik tahlil qilar ekansizda 5 minutlikda kirish joyini aniqlab olar ekansiz. Biz bir kun yo 2 kun kutamiz. Siz unaqa qilmas ekansiz, yo'nalishingiz boshqacha ekan. Kun davomida u tangalar chiqar ekan, tushar ekan. Siz chiqqan paytida o'sha natijangizni olib, o'sha savdoni yopar ekansiz. Shu holatlarni ko'rsatganingizdan keyin bildik, haqiqatda to'g'ri ekan deb ishondikda. Demak, izlayman, savdo qilaman desa, bozor tushyaptimi, ko'tarilyaptimi, qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q ekan, bozor tushyaptimi, nima qizig'i yo'q ekan. Siz amalda ko'rsatganingizdan keyin ishondim. Ungacha men ishonmayaptim. Qandoq? Bu yo'q aytayotibdi, bozor tushib yotibdi, natija chiqyapti deb. Ko'rsatganingizdan keyin bildikda. Gap yo'q. Shunaqa, izlagan topadi, harakat qilgan erishadi. Gap yo'q aka. Sizni kelajakdagi savdolaringizga faqatgina profitlar tilaymiz. O'ylagan maqsadlaringizga erishing. Shaffoflik bilan bu intervyuga javob berganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Keyingi safar yana sizni kutib qolamiz. Bir qo'shimcha qilib ketaman. Qarshilik qilmasangiz, men boya sizga aytdim-ku, afsuslandim, undan oldin bilmagan deb. Men bir sizni ko'radigan obunachilaringiz bor. Undan tashqari bu videomizni yoshlar ko'radi. Shularga bir tavsiyam bor. Yoshlar, ayniqsa talabalar shu narsani eshitgani qiziqmay yurganlar bo'lsa, men tavsiya beraman. Birinchi navbatda bir ustoz tanlab, men aytmayman, именно bu kishini ustoz qilib oling deb. Shu yo'nalishda ishlab turgan bu narsani yana bir joylari bor ekan. Joiz yo'nalishi bor ekan va nojoiz yo'nalishi. Biz mana Tohir Malikda faqat joiz yo'nalishida, joiz tangalarda ishlashni o'rgandik. Shu narsaga vaqtinglarni bekor o'tkazmasdan iloji bo'lsa imkoniyat topib, o'qib, o'rganinglar. Kelajagingizga juda yaxshi bir nima deydi? Ko'rsatadigan bir yo'nalish turi ekan. Shunaqa. Joy tanlamaydi, vaqt tanlamaydi. Joy tanlamaydi, vaqt tanlamaydi. Sizni birov ishingizda turib majbur qilmaydi. Iloji boricha shu yoshlarga maslahatim shu narsani qiziqish sal uyg'ongan bo'lsa, kelib bir o'qib turib shu yo'nalish bilan qaysidir ma'noda shug'ullanishini ham tavsiya beraman. Demak, aytmoqchisiz, qiziqish paydo bo'lib turib, o'zi ag'dan-baqa qidirib yurib, nima deydi? Yangi tug'ilgan mushukchadek ag'dan-baqa yurmasdan turib, bitta joyda borib, o'sha yerda yo o'xshaydigan qilib, yo o'xshamaydigan qilib turib, aniqlik kiritib olib turib, davom ettirish kerak deyapsiz-da. Yaxshi maslahat, yaxshi maslahat. Ko'pchilik shu YouTube'lardan ko'rib turib, ikkilanadi, o'qilab menga emas ekan deb chiqib ketadi. Undan ko'ra bitta kelsa, ko'rsa, yoqmasa, menga to'g'ri kelmadi, ketaveradi. Men живой misolman. YouTube'da juda cheksiz ma'lumotlarni ko'rganman. Lekin qaysi birini tanlashni bilmayman. Qaysi biri uni aytsangiz, shunaqa qilaman deb baribir o'xshamaydi. Uni bir siz bizga shu ko'rgan ma'lumotlarimizni polka qo'yib berdingiz-da. Qaysi biridan borishi, yo'nalishi to'g'ri ko'rsatib berdingiz. Shu narsaga men xursandman. Endi bundan buyoq yana ma'lumotni ko'ramiz, endi bilamiz. Bu значит bu yoqda ishlar ekan deb turib. Shunaqa gaplar. Kattakon rahmat. Sizga rahmat. Tanishganimdan rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin.